Assalomu alaykum. Men Safarova Gulnoraman, Buxorodanman. Men ana shu qaralmayin suvini birinchi olib ichgan edim. Shu birinchi kundan 3 kun, 4 kun shuna kechqurun yotaman, ertalab turaman, shuna ko'zlarim yumilib, shuna axlat bilan to'lib turardim-da, hayron bo'lardim. Ko'zim og'riyaptimi deb o'yladim. Keyin bundan burun men tabiiy mahsulotni ichganim bois men buni bilardim-da, jigar bilan ko'z bog'liqligini. Keyin buni sezdimki, ha, jigarim tozalanyapti. Shu bilan 3 kun, 4 kun xuddi shunday bo'lib ketdi. Shu bilan organizm o'sha jigarimdagi zahar toksinlar tugadimi? Endi unday holat bo'lmadi. Keyin detoksni oldim, ikkinchi marotaba o'shani ichishni boshladim. Bugun 5-kun. Men ancha o'zimni sog'lomday, bodri hisoblab, tetik his qilyapman-da. Endi 2 kundan buyon shunday ertalablar tursam, turardim-da, keyin kalovlanib nima bo'lib ketardim. Eshikdan tutardim, devordan tutardim. Endi 2 kundan buyon unday bo'lmayapti. Hech qayerdan tutmasdan endi turib, hay, endi polni 100% sog'aydim emas-ku, men o'sha natijasini sezyapman-da. Sezyapman. Endi 2 kundan buyon ancha joylarga yurib, borib kelyapman. Ancha men natijasini bilyapman. Rahmat. Sizlar ham men istayman, kelinglar. Rahmat.